Mana orqamizda hozir hurmatli prezidentimiz juda chiroyli so'z yozilgan ekan. Odamlarni dardu tashvishlari bilan yashash odamiylikning eng oliy mezonidir deb yozib qo'yilibdi. Biz hozir Oliy sud binosining ichidamiz. Har doim oxirgi so'zni sud aytadi. Ko'pincha ko'ramiz, o'sha 5 minutlik, 2 minutlik sudlar ham bo'lgan aytadi fuqarolarimiz. Yordam berishga harakat qiling aka. Lekin auksionga qo'yaman deb uyga kelib bezovta qilib bosh qilib turgandan keyin majburiy ijro. Oliy sud imkoniyati bor-ku. Eng birinchi navbatda inson huquqlarini manfaatlarini himoya qilishimiz zarur. Qachongacha o'zingiz aldanishga o'zingiz imkoniyat yaratasiz. Birovning haqqi birovga hech qachon yuqmagan. Miyangni ochib ol. Antikorrupsiya. Ana ko'pincha ko'ramiz, o'sha 5 minutlik, 2 minutlik sudlar ham bo'lgan aytadi fuqarolarimiz. Mana orqamizda hozir hurmatli prezidentimiz juda chiroyli so'z yozilgan ekan. Odamlarni dardu tashvishlari bilan yashash odamiylikning eng oliy mezonidir deb yozib qo'yilibdi. Biz hozir Oliy sud binosining ichidamiz. Va mana shu so'zlardan xulosa qilib, mana shu prezidentimizni qilayotgan tashabbuslaridan kelib chiqib odilona sud ishlari olib borilishi tarafdorimiz biz ham. Sud oxirgi eshik va har doim oxirgi so'zni sud aytadi. Har qanaqa holatda ham agar qonun ishlasa, nohaqlik kamaysa, xalqimizda davlatimizga nisbatan ham, o'sha sud tizimiga nisbatan ham rozilik kayfiyati rivojlanadi. To'g'rimi Sardor? To'g'ri, Jahongir aka, darhaqiqat har bir o'sha sudya har bitta ish ko'rayotganda o'zini o'sha sudlanayotgan shaxsni o'rniga qo'yib ko'rish kerak. Albatta. Ya'ni nafaqat bu yerda qonunchilik, balki adolat bilan hukm qilib, har bitta ishni ikir-chikirigacha tekshirib, ana undan keyin qaror yoki hukm chiqarsa maqsadga muvofiq bo'lardi aka. To'g'ri, biz doim odilona ish ko'radigan sudyalarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, ularga minnatdorchilik bildiramiz. Lekin uni aksi bo'lsa, to'g'risi qarshimizdan chiqqan taqdirda ham kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi dushmanimiz va ular ham bizni birinchi dushmanimiz hisoblanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Murojaat bilan keldik aka. Xo'p, qani murojaat? Rais buvaga mana shu yerda advokat hozir kirib ketdi ichkariga. Xo'p, kirdi. Nima muammo? Yo, endi biz ham kirmoqchimiz-da. Yo'q, u endi u murojaatchi bilan qabul qiluvchini o'zini nimasi? Nima? Murosasi. Xolisi ruxsat bersa, ikkitasidan bittasi bu ham bir aniq Murojaatchi narsa. rozi, qarshi emas. Yo'q, qani kirdi deyapsizlar. Yo'q, advokat kirib aniqlagani kirib ketdi. Hali qabulga kirmadi. Rais qabul ekanmi bugun? Yo'q, qabul, rais qabuli har kuni bo'ladi. Bir kuni misol uchun fuqaroning masalasi bo'yicha, bir kuni nimasi bo'yicha har kuni qabul bor. Lekin qabulga o'zini talab qoidasi bor. Hamma nimadan keyin o'tib, instansiyadan keyin o'tib, Oliy sud raisining o'rinbosari. To'g'ri, xabarim bor aka. O'tilgan. Hammasi o'tilganmi? Yo'q, tushmadingiz. Siz navbatga yozilganmisiz? Ha, berdi, advokat bergan. Navbatingiz keldimi? Endi hozir Kelgan menga nimadan advokat chaqirdi-ku. Advokat chaqirdi, navbatda Oliy sud raislar qabul qilgandan keyin qaror ajrim beriladimi? Qaror ajrim beriladimi? Oliy sud raisi qabul qilganlardan keyin? Bugungi yozilganmi? Xuddi shunaqa. Xo'p. Qabul qilishmadimi? Yo'q, endi qabulga kelyapman. Biz birga kelyapmiz, prosta shu qabulga aka. Yo'q, Nimaga vaqtini tushunmadinglar. yordam berishga harakat qiling aka. O'shanga hammasini bilmoqchiman-ku. Qabulga yordam bermoqchiman. Qachon sizga aytilgan, kim aytgan, nechiga aytishgan-ku sizga? Advokat ikkida keling dedi. Endi nechida nima qanaqa u podrobностьni endi advokat biladi. Hozir yaxshimisiz? Advokatlarmisiz? Siz qabulga yozildingiz. Qachonga? Yo'q, siz qabulga kimga yozgansiz? Xo'p, Islamovga bugun yozildinglar qabulga. Qabul aytyaptilarki, biz ancha oldin yozganmiz, bugun qabulga keldik deyapsiz. Ancha oldin yozildi. Men o'zim lично zamidan keyin yozilib ketgandim. Yuring, o'shani aniqlashtirasiz. Bugun yozilganman. Shikoyatni qabulga topshirdingizmi? Nima? Shuni aniq aytinglar. Shikoyatdan arizani ham bugun topshirdim. Bular vaqtliroq yozilgan ekanlar. Hozir aytyapsizki, advokat yozganman deyapsiz. Bir aniq bir kelishib gapiringlar, opa. Sal noto'g'ri, sal chiqmayaptimi gapingiz?
aka bugun Yo'q, kirmoqchilar yolg'on qabul chiqyaptimi? rais. Yo'q, siz maqsad masalani unda ochiq oydin ayting. Unaqa kecha topshirganman bunaqa nima qilasiz? Endi siz so'raganingiz uchun aytyapman. So'raganingiz uchun aytyapman. Hop, aytdim, Sadriddin aka. Bir minutga qarab oling. Assalomu alaykum. Bular aytishyaptiki, arizani topshirishgan ekan rais qabuliga. Topshirdingizda ariza? Yo'q, arizani topshirganman, qabuliga yozilganman deyaptilar. Nima olmaysizlar. Men rozi bo'lsam olasizlar, to'g'rimi? Kim bo'libsiz aka? Men bitta murojaatlar boshqarmasi boshlig'iman. Murojaat boshqarmasi. Murojaatni qabul qiladi. Bizda отказ bo'lgan yo'qmi hech qanaqa? Syomka qilmaysizlar, olmaysizlar dedim. Nega? qo'yamiz-ku. O'zi Yo'q, Sadriddin aka, hozir Yo'q, noto'g'ri bo'lyapti deb talab. Kameraga olish. Men boshqa narsani so'rayapman. Arizani qabulga bular yozilgan ekanlar. Bularniki Usmonovdan kelgan javob xati. Biz hozir Islom Usmonovdan Alisher akadan. Men hozir bugun yozildik. men tushundim. Menga aytyaptilar, opa so'rasam, men zamda qabulda bo'lganman deyaptilar. Siz mendan so'radingizki, zamni qabuli navbatma-navbat kirasiz. Oldin zamni qabuli, keyin Oliy sudga raisiga kirasiz dedi. Da, zamni qabulda bo'lib manfaatini olganman. Tushundim men sizni. Xuddi shunaqa. yo'nalish qaysi yo'nalish? Jinoiy. Hozir aytyapsizki, menga bugun telefon qilishdi, men bugun rais Bugun qabuliga ertaga chaqirishdi bo'lsa deyishdi. ertaga. Advokat chaqirgan, ikkida boramiz, Oliy sudga kirib, bular murojaati ham bor, qo'shimcha ariza uni topshirib, hozir qabullariga kirmoqchimiz. Masala shu, shuni endi shuncha vaqtma qilish. Qabulga bizda hech qanaqa muammo yo'q. Bo'ldi, kirmoqchi aka, qabullariga kirmoqchi. Raisga kirishga muammo bormi? Yo'q. O'rinbosarga kirishga muammo bormi? Yo'q. Yozilsa qabul qilyaptilarmi? Men bugun ham 14 kishini qabul qildilar rais. Bugun nima yo'nalishdi? Fuqarolik. Xo'p, Ertaga jinoyat. Har kun qabul qilyapti rais. Hech qanday muammo yo'q. Adashmasam mana aka siz kirdingiz-a bugun? Bugun kirdingiz-a? Mana kirganman. Fuqarolik yo'nalishi bo'yicha. Hech qanday rais qabuliga muammo yo'q. natijani bugun olmaysiz bugun. Bizda Oliy sudda demak rais o'rinbosarlari qabuli doimiy bo'lyapti, tashkil qilingan, ro'yxat bo'yicha chaqiriladi. To'g'rimi? Hech qanday hech kimga e'tiroz bo'lgan yo'q. Muammo yo'q, chunki Muammo yo'q. Mana men sizga hali aytganimda bugun qabul qildi deganimda aytdim. Bugun mana qabul qildi. Bugun yo'nalish bo'yicha qaysi Fuqarolik yo'nalishi? Ertaga demak Jinoyat yo'nalish, 4 ta yo'nalish bo'yicha hafta davomida Demak, har kuni qabul bor. Fuqarolar yo'q, oldindan xabar beramiz. Nimaga qanaqa sun'iy bir muammo tug'dirish kerak emas opa. Muammo qabulga kirib bemalol vajlaringizni, masalangizni ko'tarasiz. Hech qanaqa muammo. Men advokatlar biladi, bemalol o'zi gapiradi. Navbati bilan. Misol uchun sizdan oldingi yozilgan odamlar bor, to'g'rimi? Jinoyatga ertaga siz bilan bir qatorda boshqa odamlar ham kiradi. Ularni surtirib, "Yo'q, Jahongir aka, siz kirmaysiz, bu opa keldi." Navbat bilan kiradi. Bular kiradi degan gap yo'q. Hammasi navbat bilan kiriladi. Kirib, oldlar mana kamerasiz. Kirib, o'zlarini murojaatini yetkazib ketsinlar. Bo'ldi. Yo'q, bunday. Bitta bir Bizda ertaga jinoyat. Mayli, ertaga jinoyat. Hozir tugatdik biz. Qabulda fuqarolik yo'nalishini. Ajamsa oxiri siz kirdingiz, og'irrog'ida kirdingiz. Qabul bo'ldi, hech qanday e'tiroz bo'lgan yo'q. Ertaga jinoyat qabul qilamiz. Murojaatlarni tashab ketsinlar. Agar bo'lgan tashab ketgan bo'lsalar. Ha, tashashgan o'sha. Tashashganmi? Yo'q, ariza nimaga yozilishdi? Ha, yozgan. Bugun. Hozir bugun. Bugun tashlaganda bular. Endi biz ro'yxatga qo'yamiz. Mening e'tirozim. Endi bular Navoiyda. Tashadim. Aka, bitta masalani tugatib olaylik, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Bularni hozir Navoiyda yana kela olmaydi. Yaqin joy emas-ku. Akalar, bu oson emas, 500-600 kilo. Yo'q, bitta narsa, siz mana advokatsiz, siz bilasiz tartib qoidani. Birinchi marta kelishingizni bilasiz. Misol uchun arizani ro'yxatga yozilishingiz bilan o'sha zahot emas, belgilangan kuni qilishini bilasiz. Unda bularni ovora qilib nima qilardingiz? Bugun boramiz. Birinchi men arizani topshiring, qo'ying, keyin aniq vaqt qabul vaqtini sizga kelasiz bo'lardi. Yo'q, men tushundim. Men sizga umuman tartibni men ham bilaman, siz ham bilasiz. Menimcha hamma bu yerda turganlar tushuntiradi. Aslida tartibni hamma bilyapti, lekin bularni o'sha sud qaroriga asosan anaqa auksionga qo'yaveryapti, demak. O'shaning uchun bular xohlayapti kelishni. Masalan, advokatdan siz aytgandek qilishni xohlaydi.
lekin murojaatchini Yo'q, borib u mani xohishim. bezovda siz aytganda ishlash xohlaydi doimo qonun belgilagan tartib. Lekin auksionga qo'yaman deb uyga kelib bezovda qilib boshqa qilib turgandan keyin majburiy ijro. Olish imkoniyati bor-ku. Shundan voqeroq foydalaning. Bitta narsa, rais qabul qilgan taqdirda ham baribir ham bu narsa masalan qabul paytida o'rganilmaydi. To'g'ri. Qabul paytida o'tirib, yo'q, mana senga bu to'xtatildi yoki bu to'xtatilmadi deydi. Nima qildi? O'rganiladi. Lekin shuni qancha oldin ko'rilsa, shuncha tezroq ishlari ham ko'riladi-da, shu yoqda. Endi sizga bitta maslahat, agarda shunaqa nima bo'lganda, buni harakatini sizga ham vaqtliroq, oldinroq harakat qilish kerak. Oldinroq kelib zamga kirdik. 1,5 oy deganda biz. Yo'q, men shunda o'sha javobini olib, darrov nima qilib kirish kerak edi. Hozir ko'ringlar-chi. Shunga bir aniq qilaylik aka. Assalomu alaykum, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining hurmatli kuzatuvchilari. Biz hozir Oliy sud binosidamiz va bizda murojaatchi borlar, advokat ishtirokida va opa o'zingizni tanishtirib, murojaat haqida 2 og'iz gapirib o'tsangiz, nima bo'lgan edi holat? Holat bo'yicha gapiradigan bo'lsam, Muhammadiyeva shoiraman, Navoiydan keldim. Holat bo'yicha gapiradigan bo'lsam, Davronov Olim degan yigit meni uyimga ustoz bo'lib kelyapti-da, ta'mirlash bo'yicha chaqirganim, murojaatim bo'yicha kelib, meni yaxshi o'rganyapti-da, firibgarlik yo'li bilan meni magazinimni 1 oyga, atigi 1 oyga qo'yib turish bilan, zalogga qo'yib turish bilan bankdan pul olyapti bu yigit. Lekin men buni nimasiga ishonganim, notarialni majburiyatnoma beryapti. Anvar degan akasi bilan birga, Davronov Anvar, Davronov Olim degan aka-ukalar bilan kelib notarialni majburiyatnoma beryapti, to'lab berishni. Ertaga agar biror nima muammo bo'lsa, ukasi tomonidan muammo bo'ladigan bo'lsa, to'lab berib, mas'uliyatni zimmasiga olyapti-da, notarialni 1 oyga chiqarib berishni va'da qilib olyapti. Lekin mana shu kecha kunduzda 3 yil bo'ldi, 2020-yil sudimiz boshlangan bo'lsa, Navoiy viloyat shahar ko'rib chiqdi, jinoiy viloyat ko'rib chiqdi, taftish instansiyalari ko'rib chiqib, biz tomonga hal bo'lgan narsa nimagadir Oliy sudga kelyapti-da. Oliy sudga kelgan payti u tomonga 168 ni olib tashlab, firibgarlikni 167 ga aylantirib, meni magazinimni Demak, hukm Oliy sudga yetib kelganda o'zgarib ketib qolyapti. O'zgarib ketyapti. Oddiy qilib aytganda. Sabab nima sababdan o'zgaryapti? Chunki bu sudga biz Oliy sudning sudiga biz qatnashmadik. Men Rossiyada ekanligimni keyin bilib, ishonchli vakil qatnashmadimi? Ishonchli vakil qatnashmadi. Men o'yladim, qonuniy, adolatli ko'rib chiqib, haqiqatan shunaqa qonuniy nima ko'rib chiqishadi dedi. Lekin men o'zim Rossiyada ekanligim, qatnasha olmasam-da e'tiroznoma kirgizib, men bilan bog'lanishligini, menda yana yangi dalillar borligini, hammasini murojaat qilib, pochta orqali, xat orqali jo'natsam-da, lekin umuman ko'rib chiqishmadi. Demak, masala shunda. Masala ana shunda. Adolatli ko'rib chiqmayapti bular umuman. Menga qo'yib bersangiz 1 oyga chiqarib beraman degan. Men boraga sizga keltirib ishlakabrat olib keltirib beraman degan. Shu endi bo'lgan. Ishonchsizga kirgan. Siz ham ishonchsizga kirib, shu binoyingizni zalogga qo'yishga erishgan. Ishonchimga kelib. Ariza bergansiz uni ustida. Ariza bergandik. Adolatli ko'rib chiqdi. 3 marta sud instansiyasini biz yutib olyapmiz. Oliy sudga kelganda nimagadir yutqizyapmiz. Lekin sababi tumanda, viloyatda, apellyatsiya taftish hammasini yutgansiz. Hammasini yutganmiz. Keyin to'satdan Oliy sudga hamma qaror bekor bo'lib, mulkini endi qaratilib yubordi. Bir kun sud bo'ldi. Bizga qaratildi. Bir kun sud berilgan. Tamom. Bir kun so'radilar, ikkinchi kun qoldirib, uchinchi kun hukm o'qildi. Hozir mana Oliy sud raisi shu qabul qilaman dedilar. Kiramiz, albatta qani ko'ramiz, nima qanaqa bo'ladi. Chiqqandan keyin do'stlar fikrimizni bildiramiz. Mana advokatimiz ham o'tiribdi, jangchi advokatlar. Kuzatuvchilar, aynan biz himoyam ostidagi Muhammadiyeva shoira bo'yicha haqiqatan Navoiy viloyati sudlari, apellyatsiya taftish instansiyalarida shu 168-modda tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ya'ni bularni ishonchiga kirib, mulkka garovga qo'yilganlik holati bo'yicha qonuniy asosli ko'rib chiqilgan hamda mulklari o'zlariga qaytarib berilgan. Qaytarilishi to'g'risida ajrim ham
ham chiqqan. U holatlardan keyin Bosh prokuratura o'rinbosari Svetlana Artikova tomonidan protest kiritilyapti Oliy sudga. Shu protest bilan himoya ostidagi shaxs ishtiroklarisiz jinoyat ishi 168-modda bilan 167-moddaga malakalanyapti hamda 168-modda bo'yicha bizni sudlangan shaxsimiz, ya'ni Davronov olimga Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi bilan oqlov hukmi chiqyapti. Lekin ayni bu holatda biz jinoyat sharhiga qarasak, 168-moddada ishonchiga kirib, aldov yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish hisoblanadi. Aynan bu holatlar hammasi isbotini topgan bo'lishiga qaramasdan 167, ya'ni o'zganing mulkini talon-toroj qilish modda sharhi, ya'ni moddasi bilan 167-moddasi bilan jinoyat ishi o'zgartirilyapti, ya'ni hukmlar o'zgartirilyapti. Bu mazkur o'zgartirilgan, qayta malakalangan holati hamda garovga qo'yilgan mulklari qaytarilishi bekor qilinganligi yuzasidan himoya ostidagi Muhammadiyeva Shoirapa hamda yana bir jabrlanuvchimiz Ubaydullayev tomonidan shikoyat kiritilgan. Norozi bo'lib bu shikoyat taftish instansiyasida Oliy sudda ko'rib chiqilyapti hamda himoya ostidagi shaxs ishtiroksiz 167-moddaga qayta malakalanyapti. Bu ajrimdan ham norozi bo'lib jabrlanuvchilar tomonidan Oliy sudga qayta o'rinbosari qabullariga kirib, bu holat bo'yicha ham ma'ruza qilinyapti, lekin aynan bu holat ham Usmonov tomonidan shunchaki shoshma-shosharlik bilan ko'rib chiqilib, ajrim o'zgartirishsiz qoldirilyapti. Lekin biz har doim inson huquqlarini himoyasi hamda manfaati yo'lida oddiylikni ta'minlashga harakat qilganmiz hamda har bitta qonunlarimiz, konstitutsiyamiz inson huquqlarini himoya qilishga nima deydi, qabul qilingan. Ayni bu yerda ham biz Oliy sudda ham shu narsaga guvoh bo'lyapmiz. Har bitta insonlarni dardu tashvishlari bilan yashash odamiylikning eng oliy mezonidir deb yurtboshimiz ham aytganlar. Demak, biz har doim adolat sari harakat qilishimiz hamda eng birinchi navbatda inson huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishimiz zarur ekan. Shunday ekan, biz Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov qabullarida bo'lamiz hamda adolatni ta'minlashlariga umid qilib qolamiz. Bizni tahriyatimizga murojaat kelib tushgan opamizdan aynan o'sha aldanib, birovga ishonib, o'sha mayli musulmonlar haqiqiy ibodatli o'sha Allohdan qo'rqadigan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz ko'p, lekin ularning orasida buni bulg'ayotgan ayrim shaxslar ham bor. Ana hozir opamiz bilan akamiz o'sha masjidlarga kirib, soqol qo'yib, ibodat qilib, namozlar o'qib, ishonchlariga kirib, mulklarini aynan o'sha zalogga qo'yishga erishgan. Buni ortidan o'sha deylik bankdan kredit ajratilgan va uni to'lovlari amalga oshirilmasdan bugungi kunda ikkaloviligini ham aldab mulklari o'sha kreditni to'lashga qaratilgan. Bundan norozi bo'lib to'lovlarni amalga oshirmagandan keyin opamiz ham, akamiz ham turli xil tashkilotlarga murojaat qilishgan. Shu bilan birga tuman prokuraturasi, viloyat, Navoiy va shu bilan birga aynan bosh prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshevga ham uchraganlar. Nig'matilla Yo'ldoshev ushbu holatdan xabardor bo'lib, opa bilan suhbatlashganlaridan keyin aynan bu holatda firibgarlik alomatlari borligini va buni jinoyat ishi qo'zg'atilib jazolash kerakligi to'g'risida topshiriq berganlar. Shu bo'yicha keyin ichki ishlar bunga jinoyat ishi qo'zg'atgan, javobgarlik masalasi qo'yilgan, qamoq bilan bog'liq ehtiyot chora tanlangan, tumanda sud bo'lgan, sudda chiqishgan, ikkalovlarini ham mulklari o'zlariga qaytarilishi to'g'risidagi ajrimlar ham qabul qilingan, to'g'rimi? Tuman suddan keyin apellyatsiya bo'lgan, apellyatsiyadan taftish bo'lgan barcha sudlarda ikkalovlarning mulklari o'zlariga qaytarish to'g'risida aynan qarorlar, hukmlar qabul qilingan. Lekin oradan biroz vaqt o'tib, shu bosh prokurorimizning o'rinbosarlari Svetlana Artikova tomonidan ushbu sud hukmiga nisbatan protest kiritilgan va shu protestga asosan Oliy sudda sud qayta ko'rilgan. Oliy sudda ko'rilgan sud ishida esa 3 ta ko'rilgan sud hukmlari barchasi bekor qilingan va
o'sha mol mulklarga o'sha kredit to'lovi qaratilishi to'g'risida qaror qabul qilingan. Bundan norozi bo'lib, albatta o'sha Oliy sud raisining birinchi o'rinbosariga, jinoiy ishlar bo'yicha o'rinbosariga uchrashishgan, e'tirozlarni aytishgan. Ulardan o'sha Oliy sudda ko'rilgan birinchi instansiya sud qarori o'z kuchida qolishi to'g'risida qaror qabul qilinib, ularga jo'natilgan. Shundan so'ng yana norozi bo'lib, Oliy sud raisiga Baxtiyor Islomovga kelib, mana bugun hozir uchrashdik. Albatta biz ham kirdik ommaviy axborot vositalari sifatida, bu uchun minnatdorchilik bildiramiz albatta. Lekin mana hozir suhbat bo'ldi. Akamiz ham, o'g'limiz ham o'zlarini dardlarini Baxtiyor Islomovga aytdilar. Shu bilan birga o'sha yerda suhbat ancha ko'p bo'ldi. Menimcha 1,5 soat qolib ketdiga har taraflama eshitildi va Oliy sud raisi bu holatni qonun doirasida to'liq ko'rib chiqishlarini aytib o'tdilar. Undan tashqari ish hujjatlarida o'sha taftish instansiyasida, apellyatsiyada va o'sha tuman sudiga ko'rilgan sud jarayonlarida taqdim etilgan audio disklar, fleshkalar Oliy sudga kelgandan keyin yo'q bo'lib qolgan degan fikr bo'ldi, to'g'rimi? Ana bu vaqtda ikkalovlari ham advokat olishmagan, sababi Bosh prokuratura va prokuror mana shu topshiriq berganlardan keyin adolat yuzaga chiqishi boshlab ishonch, xursandchilik bo'lgan va advokatga muhtojlik sezishmagan. Oliy sudga o'sha Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Artikova kiritgan taqdimnomasidan, protestidan keyin advokat olishga majbur bo'lishgan. Advokat olishganda ish hujjatlarida aynan mana shu dalillar yo'qolganligiga guvoh bo'lishgan. Mana shu holatni ham Oliy sud raisiga aytdik. Albatta buni ham qonun doirasida ko'rib chiqamiz degan fikr bo'ldi. Mana hozir sizga bir savolim bor. Mana uchrashdik. Gaplashdingiz. Shu bor holatni, ichingizdagi, yuragingizdagi barcha narsani aytdingiz. Kerak bo'lsa yig'lab aytdingiz. Hozir uchrashuvdan ko'nglingiz to'ldimi yo'q? Uchrashuvdan ko'nglim to'ldi. Eshitdilar shu. Qonunni o'rganib, qonunan ko'rib chiqishlarini aytdi. Ancha adolat qaror topadi deb o'ylayman. Ya'ni ishonasizki, adolatli o'sha qonuniy qarorga kelishadi. Ko'pincha Oliy sud binosiga jinoyatda ayblanganlar o'z aybini yengillatish maqsadida hukmdan norozi bo'lib kelishini ko'p kuzatamiz. Hozirgi holatda esa aynan jabrlanuvchi tomon o'sha hukmga rozi bo'lgani holatda uni o'ziga tegishli bo'lgan tovar mol mulklari davlat tomonidan, ya'ni o'sha sud hukmi bilan o'zlariga qaytarilgan paytda qandaydir taassufki, demak Oliy sudni ko'rib chiqishi natijasida bu yerda o'sha jabrlanuvchi tomon bo'lib yaqqol ko'rinib turgan murojaatchimiz bu yerda o'z haq-huquqlari, o'z mol-mulklaridan ajrab qolishlari mumkin sifatida ifodalanmoqda. Albatta bu yerda hozir murojaatchilarimizning o'zidan savol so'rab yanada oydinlik kiritamiz. Ya'ni har qanaqa holatda ham inson qadri, uning mol-mulki O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoyalanishi shart va har qanaqa holatda ham hukm qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak jabrlanuvchining mol-mulklari o'zlariga qaytarilishi kerak. Holat qanday bo'lgan? Ikkinchi murojaatchimizni qisqacha murojaat holat mana birinchi sud operatsiya tafsir istasini ko'rib chiqib viloyatda adolatni hal qilinib ayblovchi nisbatan chora ko'rilgan. Bizim mol mulkini qaytarib to'g'risida ajrimni chiqardi. Hukmdan rozi bo'lgansiz. Biz hukmdan rozi edik. Ammo keyinchalik respublika Oliy sudining taftish instansiyasi ko'rib chiqilib, ular boshqa tarafga qarab ketdi. Biz hozir shu munosabat bilan mana bizga hozir mana Oliy sud raisi qabulda bo'ldik. Rahmat. Qabul qildik. Juda mana aytganlari ancha vaqt eshitdi. Boranoq eshitdik. Endi biz shuna adolat talab qildik. Adolat deganda siz bir narsaga aniqlik kiritib o'ting, ya'ni xabar moddiy boyliklaringiz qayta saqlanishimiz
tarafdori. Va hozirgi chiqarilgan hukm aynan sizni tovar moddiy boyligingizga qaratilgan. To'g'rimi? Xo'p. Demak, yana bir narsani aniqlab o'tish kerak. Kredit demak qaysi bankdan olingan? Xalq bankidan olingan. Jahongir aka, bir savol tug'iladi. Agar kredit boshqa xususiy banklar tomonidan ajratilganda ham shunday holat bo'lishi mumkinmi? Endi mana hozir ko'rib turibmizki, o'sha tuman sudida, apellyatsiya instansiyasida, taftish instansiyasida xalq banki bo'lsa-da, masalan, davlat banki bo'lgan taqdirda ham qaror, hukm bularning foydasiga chiqdi. Lekin Oliy sudda negadir shunaqa holat bo'lganki, birinchi instansiyasida uni aksi bo'lib ketgan. Endi bilmadim, bu balkim haqiqatdan bilan buni gumon qilayotgandek Svetlana Artikovani o'sha kiritgan protesti o'zini ta'sirini ko'rsatayotgan bo'lishi ham mumkin. Men unga qismat deya olmayman. Yo'q, unaqa bo'lmasdan o'sha davlat byudjetining pulini joyiga qo'yish uchun ham siz hozir o'sha ishora qilayotgandek joyiga qo'yish uchun ham bu narsalar shunaqa qaralayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu holatda baribir har qanaqa holatda ham ularni o'sha instansiya sudida sudyalar ko'rgan, masalan, Hasan akam sudmas, nechta sudya bor. Men o'ylayman, bularning mulki aldanganliklari hisobiga o'zlariga qaytarilib va aldagan odamni bo'yniga, ya'ni shu kredit mablag'larini olib qattiq ishlatgan, manfaatli ishlatib boshqa bo'lganmi, aynan shu odamni bo'yniga qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Tayyor turgan to'g'ri, uni undirish oson. Mana tayyor turgan mulk bor, olib byudjet pulini joyiga qo'yish mumkin osongina. Lekin aldab ketgan, firibgarlik qilgan, ishonchga kirib, yolg'ondan birovning mulklarini shu zalogga qo'yishga erishgan odam aynan yedimi o'zi to'lashi kerak degan fikrim bor. Bu bo'yicha hozir ikkalamiz alohida bir suhbat qilamiz. Sizlarga omad tilaymiz. Avvalambor o'sha qonun ustuvorligini ta'minlashni Oliy sud raisidan ham boshqalardan ham iltimos qilamiz. Bu ishni chuqurroq o'rganib, chuqurroq kirib, sizni dardingizni his qilishlarini. Bundan tashqari o'zimizni hozir alohida fikrimiz bor, kameraga qarata ana shu haqda ozgina fikr almashamiz. Aynan ushbu murojaat yuzasidan Oliy sud raisining qabuliga biz ham kirdik va o'sha yerda soatlab o'tirib tinglaganlarga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari bir narsa meni juda ta'sirlantirdi. Aynan bir holatda fikrimiz bir xil chiqdi. Qaysi holatda? Insonlar, soddalikni qo'ying. Qachongacha o'zingiz aldanishga o'zingiz imkoniyat yaratasiz? Nega o'zingizni mulkingizni kimnidir iltimosiga asosan o'sha aldanishga moyillik bilan o'sha mulkingizni garovga qo'yib, ertaga mulksiz qolishingizni bila turib nega qo'yasiz degan e'tiroz bildirdi Oliy sud raisi va bu e'tiroz haqli e'tiroz edi. Chunki men ham xohlamayman hech bir fuqaro aldanib va o'sha aldanganning ortidan prokuraturaga, ichki ishlarga, sudlarga yillar mobaynida mana bunaqa qiynalib yurishlarini xohlayman. Hozirgi kunda mana shunaqangi murojaatlar bor. Mana o'zingizlar ham birga guvoh bo'lsizlarki, shu ukasi bilan, otasi bolasi bilan, onasi o'g'li bilan, qizi akasi bilan umuman olganda bir-biri bilan mulk talashib, bilmadim nima qanaqa ahvolga keldik. Ertaga qiyomat yaqinmi yo ahvolimiz juda shu ahvolga tushib xaroblashib qoldikmi? Bu o'zbek millatini qay darajada bu qani qadriyati, qani mehri, qani shu insongarchiligi. Mayli men aytmayman, yo'q emas, unaqa yaqin, mehr, oqibatli qarindosh urug' aka-ukalar. Lekin mana shunaqangi murojaatlarni eshitsam, to'g'risini aytsam, juda yomon nafratlanib ketaman. Mana shu odamlarimizdan nafratlanib ketaman. Negaki o'zingni otang bilan, o'zingni akang bilan, o'zingni yaqinlaring bilan qanaqadir mulk talashib, joy talashib, hattoki ota-onasi bilan mulk talashgan holatlarga guvoh bo'lamiz. Do'stlar, ishonmang hech kimga. Birovning mulkini ishonib o'zingizni qo'yib, ertaga aldab ketsa mulkingizdan ayrilishingizni tushuning bugun. Bunaqa murojaatlar to'lib ketdi, to'g'risini aytsam. Ishondim, ishonchimga kirdi. To'g'ri, ular shunaqangi ayyor bo'ladi, ular shunaqangi ishonchingizga kiradi. Ular sizni ichingizga kirib, sizga mehribon va sizni yoningizda doim turadigandek ko'rinadi. Lekin ular dengizni ko'pigidek ishini amalga oshirib bo'lgandan keyin, sizni mulkingizni zalogga qo'yib olgandan keyin g'oyib bo'lishadi. Buni unutmang, ishonmang hech kimga. Mulkingizni
o'zingizni qo'lingiz bilan o'zingiz topshirmang. Aynan Oliy sud raisi ham shu haqda gapirdiki, men bundan xursand bo'ldim. Mana shunaqa fikrlash bor ekan, bu to'g'ri fikrlash, to'g'ri qarash, to'g'ri da'vat va bunga men 100% qo'shilaman. Mana shu holatda fikringiz qanaqa sizning? Albatta Jahongir aka, agar e'tibor bersak, bu voqea bo'lib o'tganiga 5 yil o'tdi. 5 yil. 5 yil 2020-yilda bo'lib o'tgan hodisa 5 yil davomida hozirga qadar moddiy boyligi bir yoqda turib, demak 2 oilani, 3 oilani deyish ham mumkin, sihat salomatligiga qanday bir yomon ta'sir ko'rsatyapti. Mana murojaatchilarimizni kayfiyatidan ham bu narsani bilishimiz mumkin. O'tgan 5 yil davomida qanchadan qancha advokatlar, qanchadan qancha kirilmagan eshiklar, qanchadan qancha yo'qolgan asablar, sog'liq, bu narsani albatta pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Qachonki yuqorida aytganingiz kabi odamlarimizda huquqiy savodxonlik yuqori bo'lsa va demak hattoki o'zini tanishiga ham yoki bir begonaga ham imkoniyatidan ortiq darajada qandaydir ishonch bildirib yuborsa, bu albatta qaysidir oilalar, qaysidir taqdirlarning butunlay boshqa tomonga o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi va mana bunday demak o'sha tovar moddiy boyliklarini va sihat salomatlikni demak izdan chiqib ketishiga sabab bo'ladigan holat. Yuqorida aytganingizdek, albatta kuzatuvchilarimizdan har bir ishni qilishdan avval chuqur mulohaza bilan, o'zini mutaxassisi bilan maslahat qilgan holatda chuqur o'ylab qadam bosishlarini tarafdorimiz. Endi mana shu holatga bir narsani yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Aynan o'sha mashayniklarga fikrimda, birovni haqqi hech qachon san oshqozoningda tekis qazin bo'lib yaxshi bo'lib ketmaydi, esingdan chiqarma. San birovni mulkini, birovni haqqini aldab, uni undirib, uni manfaatdor bo'lib, undan foydalanib, soddaligidan, ishonchidan, o'sha deylik insoniyligidan foydalanib, san uni haqqini mana shunaqangi palokonda yer bilan yakson qilayotgan ekansan, sanda baraka bo'lmaydi hech qachon va san hech qachon bu bilan biringni ikki qila olmaysan. O'zi biring ham bo'lmaydi. Bunaqa odamlarni ko'pini ko'rib yuribmiz, ahvoli juda yaxshi emas va bunga bu suddan tashqari, bu prokuraturadan, bu ichki ishlardan tashqari Oliy sud, bu Alloh ko'rib turibdi va u jazosiz hech qachon qoldirmaydi. Birovni haqqi birovga hech qachon yuqmagan. Miyangni ochib ol. Birovni aldash oson, ertaga uni javobi albatta bu dunyoda ham, u dunyoda ham og'ir kechmaydi. Meni yana bir narsani taklif o'rnida kiritardim. Aynan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga, shu bilan bank vakillariga. Mana birov keldi, bitta odam mulkini o'zini nomida mulki bo'lsagina kredit bering, iltimos sizdan. Odamlarning soddaligidan foydalanib, mana bunaqa holatlar to'lib ketdi. Mana mulki yo'qmi? Boshqa odamni olib kelib, ishonchiga kirib, uni aldab, yo deylik unga bir sim, ikki sim va'da qilib, boshqa qilib olib kelgan odamni sizlar mulkini qo'ymang garovga. Qo'ymang, o'zini nomidagi mulkiga, o'zini kuchiga, o'zini qudratiga ishongan mijoz bilan ishlang. Nima uchun mana hozir shu odamlar mana bugun aldanib yuribdi? Bu nimaga olib kelyapti bugun? Bu bugun davlat siyosatiga ham ishonchsizlik, sudga ishonchsizlik, ichki ishlarga ishonchsizlik, prokuraturaga ishonchsizlik, umuman davlat infratuzilmasiga to'liq ishonchsizlik olib kelyapti. Agar shu odamning mulkini haqiqatan agar boshqa odamning nomidagi mulkka qo'yilmasa, masalan, qabul qilmasa buni bank. Yana aytaman, qabul qilmasa, mana bu muammolar yo'q edi. Fuqaro o'zini nomidagi mulkini qo'ysa, o'sha boshqacharoq o'ylaydi. Uni qo'yishdan oldin 10 marta o'ylaydi. Mashayniklar kamayadi va davlatga, davlat siyosatiga bo'lgan ishonch mana bugundagi pasaymaydi. Mana bu narsani e'tiborga olib Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari aynan shu masalada qonun loyihasini ishlab chiqib, senatga tasdiqlatsa agar, bu senat tasdiqidan o'tgandan keyin men o'ylaymanki, hurmatli prezidentimiz ham bu qonunni tasdiqlaydilar. Albatta Jahongir aka, hozirgi holatda jabrlanuvchi, qip-qizil jabrlanuvchini tovar moddiy boyliklari qaytarilmayapti. Ya'ni otangga bor, onangga bor ko'ra qabilda, demak, qip-qizil jabrlanuvchi har tomonlama yutqizyapti. Sizning Instagram sahifangizda aynan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha bildirgan mulohazalaringizni ko'rgan edim. Shu o'rinda qisqacha bir qo'shimcha qilmoqchimanki, shu 168-modda
bo'yicha ham aynan Qonunchilik palatasida o'tirgan hurmatli deputatlarimiz, qonunshunoslarimiz chuqurroq bir tahlil ishlarini amalga oshirish, qaysi holatda demak jabrlanuvchini mol mulklari umuman zararlari qanday qoplab beriladi, qaysi holatda jinoyatchi demak firibgar deb e'tirof etilishi kerak, qaysi holatda fuqarolikka ko'chadi. Aynan 168-modda bo'yicha menimcha hozirgi jamiyatda uchrayotgan eng ko'p jinoyatchilik turlaridan biri ham aynan javobgarlikka sabab bo'layotgan moddadan bittasi. Aynan buni ko'proq tahlil qilib, bunga qo'shimchalar kiritish kerak. Chunki ayrim emas ko'p holatlarda men mulkimni beruvdim, aldab pulimni bermadi, bu deydi. Bu jinoyatmi yo fuqarolik? Albatta. Ana bunga aniq qilib ko'rsatib qo'yilishi kerakligini oldindan aytgandik. Yana aytamiz, eslatdingiz. Masalan, tergovchi yo surishtiruvchi bu jinoyat emas, fuqarolik ishini turib jo'natib yuboryapti. Lekin aslida uni aksiga boshqa tumandan murojaat qiladi. Masalan, oddiy holatda bu jinoyat deb turib jinoyatchi qo'zg'atgan bo'ladi. Narigi tomon kelib bu o'zi fuqarolik deydi. O'zi 168-moddada bu holatlar qanchalik yoritilgan va uni qanchalik talqin qilib surishtiruvchi yo boshqa o'zini masalan deylik, hammasi ham unaqa emas. Ichida bor xohlagan yo'nalishiga yurita olish kerak emas. Uni masalan aniq bitta chiziqdan chiqa olmaydigan darajada mukammallashtirish kerak degan taklifni berganmiz va tanqidni qilganmiz. Mana shu bo'yicha aytdingiz, rahmat. Albatta. Hozirda ko'p uchrayotgan holatda jinoyatchilar, ayniqsa shu iqtisodiy jinoyatlarda Jahongir aka qamalib ketishini bilsa ham, bo'yniga olgan holatda o'sha qandaydir tovar moddiy boyliklarini o'zlashtirib, o'z ehtiyoji yo'lida sarflab yuboryapti yoki bir boshqa holat, ikkita o'rtada oddiy o'zimizni fuqarolarimiz jabr ko'ryapti. Hozirgi holatda ham demak ko'rishimiz mumkin, davlat Oliy sud idorasini ham yordam berish masalasi so'roq ostida qolmoqda. To'g'ri. Endi u qonun doirasida ko'rib chiqamiz va qonuniy belgilangan tartibda javobini beramiz deyishdi. Va bu albatta biz buni hamma murojaatdan ham ko'proq kutamiz. Shu bilan birga bu murojaatchilarimizdan 5 yil ichida boshlaridan o'tgan ming tashvishli haqida gapirgisi kelmadi o'zlarini ham, biz ham gapirmoqchi emasmiz. Bularning azoblarini ko'rib, hozir ichkarida Oliy sud raisiga murojaatlarini qilib yig'laganda to'g'risi biz ham o'zimizni tiya olmadik. Advokat ham o'zini tiya olmadi. Menimcha shu yerda o'tirgan barcha o'sha mas'ullar ham bu holatga befarq bo'lisha olmaydi va vijdonan yondashishadi degan umiddamiz. Do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Eng muhimi bizni kuzatishda davom eting. Bizga yordam bering. Sizning yordamingiz bizni kuzatishingizdir. Yaxshilikda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Антикоррупция.